760 kvadratli Xonoboddagi obyektimizning korobka holati tayyor bo'ldi. Men hosilaga bir obzorini qilib beraman va oxirida narxini aytaman. Podvolimiz 5 ta xonadan iborat 260 kvadratni tashkil qiladi. Hovliga kirganimizda yashil maydonimiz bor va o'ng qo'lda ham chap qo'lda ham mashina qo'yishga naves qilingan. Endi imoratimizning ho'l qismidan kirganimizda o'ng qo'lda bizning katta mehmonxona va o'zining barcha qulayliklariga ega bitta yotoqxonamiz kutib oladi. Chap qo'lda esa oshxona va barcha qulayliklarga ega xuddi shunaqa ikkita katta yotoqxonamiz mavjud. Ikkinchi qavatimizda barcha qulayliklarga ega 4 ta yotoqxonamiz bor, lekin bitta yotoqxonani alohida kattalashtirib ketganmiz. Buni kelajakda mehmonxona qilib ishlatsa bo'ladi. Mansardamiz to'liq metal konstruksiyadan qurilgan, noodatiy holatda qurilgan bu imoratimizga xabaringiz bor. Yarim g'ish gazoblok yarim g'ish qilingan va mansarda holatida ham xuddi shu narsani takrorlaganmiz. Endi mana shu ko'rib turgan mansardaligiga roppa-rosa $20 ming sarflandi. Imoratimizning mansarda qismi bilan hisoblaganimizda salkam 1000 kvadratni tashkil qilyapti, lekin loyihaga asoslangan holatda qurilgan 760 kvadratli imoratimizga roppa-rosa $115 ming ketgan, lekin bu narxi ichida mansardaga ketgan $20 ming ham o'tiribdi. Imoratimizning korobkasidan tashqari ketgan barcha xarajatlarimiz $19 ming tashkil qilyapti. Endi 115 mingga 19 mingni qo'shadigan bo'lsak, roppa-rosa sizlar ko'rib turgan barcha mashq qilingan ishlar 134 ming ga aylanyapti. Lekin loyihaga asoslangan holatda shu 134 mingni kvadratga bo'lib o'radigan bo'lsangiz, har bir kvadrat metrimizni $176 dan aylanyapti. Bu bugungi kundagi eng chempion narx hisoblanadi.